o'rtalama 30 oktyabr 10 turlik streplarimizni 10 turga 3-6lik streplarimizni gidab turdilar. Biz 30 ming so'mga berganmiz donasini. 70 dona ikkinchi reysni ortib berganmiz bolaga. 40 dona 40 donasi bo'yicha 30 tasini ortib berdik. Biz 30 ming so'mga berganmiz donasini. Keyin 10lik taxtalardan mo'llat uchun 85 mingga berganmiz donasini o'rtoqlar. Keyin 5 metrlik 8 ga 15lik balolarimiz progon uchun qilib berganmiz 160 ming so'mdan. 5 metrlik g'ilonni teragi sifati zo'ri ketyapti o'rtoqlar. Shu bo'yi ketyapti. Bu sifatlar qanday ekan bu? Zo'r ekan, o'ylaydi. Narxlar qanday? Zo'r. Rahmat bo'lganingizga sizga. Mayli, sog' bo'ling bu. To'liq ko'rasizlar, hozir Qashqadaryo shahridamiz. Balonlar, mana straplar, reklam masiga. Ko'zigan 100% taxtalar.